Assalomu alaykum aziz Xorazm Realtor xizmat obunaçıları. Urgan shahar Kok markazindamiz azizlar. Yanımızda onkologический rak больница, областной больница yetilgan область и областной больницаның toza açılgan darvozasi tarafdamiz. Bunday область şurada bir hovli joy sotuvga chiqibdi 450 kvadrat metr. Yo'lda klinikami, ofismi, любой narsa atışa o'ng'ayli mestada. Şurada yo'lning ustida azizlar. Hozir görürüz, bir qator tanishtirib o'tamiz. Demak azizlar, joyimizning bu taraf qismini ham yo'rtib o'tdik. Yine областной больницаning darvoza tarafi. Şurada yine bütün apteka ikki etaj, her bir versiyonu açıp tashanlar. Klinika ismi, apteka ismi. Şundan bir 50 metre yürüsek, yon tarafımızda yine 450 kvadrat metre hovlidan satığa çıkıp gittik. Zor çıkan günahta azizlar. Merlarni bilasizlar. Acayip mesda. Liboy klinikami, aptekami, restoranmi, ne varsanız ham yurib ketadigan mestada. Областной больницасы onkologический ham mesela o'ng'ayli mestada joylashgan. Hozir ko'rib bir qator tanishtirib o'tamiz. Demak azizlar, yetib keldik mana hovli joyimizga. 450 kvadrat metr hovli joyimiz. Yeni 15 metr ekan azizlar. 15 metr. Eng glavnisi şu перегородкасы bakı, pochta bilan перегородкасы bir emas, o'zini aytdi şu перегородкалari. Ochcha kim sho'lardan bir e'tibor etasizlar, kimlar kim ofis, restoran, aptekami, klinikami ochish uchun mesda qarab yurgansizlar, danishlar bo'lsa, bemalol bexijolat tashab bir qo'llab berasizlar. Hovli joy sotuvga chiqildi, xudo xolasa. Narxlar ham chiroyli, arzon narxda azizlar. Shahar mestasına nisbatan zo'r narxda qo'yib turibdilar. Hozir bir qator tanishtirib o'tamiz azizlar. Bir like'ini bosib, bir qo'llab turinglar azizlar. Qimmat arzonni kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar albatta. Hozir ichon tarafi bilan bir qator tanishtirib o'taman. Azizlar, bismillah deb kelaversak shundayna. Qo'l qismimiz kattagina deb 5-12 razmerda chiqadi, по-моему, bu yerda rakovina sistema, katyol sistemalari. Shunday ko'rinishda menimcha o'ylayman bu versiyani oluvchilar qiziqib bo'lmaydi. Nechun desa, bu yerni xarid qilib olgan insonning o'zi klinika atar, restoran atar, apteka atar ish qilib ko'radidan bir qator men ishchanlarni ko'rsatib o'tamizlar. Keyingi xonalarga o'tsak, shu qadimki stilda shu o'ngga qarab kirsak 3 xonali shunda hamma bilasizlar, avvalgi planoviy joylar shunday ko'rinishda bo'lgan. Shunday keng yalangan razmerlardan to'xtalib o'tamiz. O'zi biladi hamma, yunglab peshlaydi. Mendan bir xonasi bor ekan.